Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Bahriddinov Olimjon. Hayotingizdagi insonlar yoki yoningizdagi sherigingiz sizni haqiqatdan ham sevadimi? Sizni qadrlab yaxshi ko'radimi? Buni qayerdan bilsangiz bo'ladi? Buni bilishni oddiy yo'li bor. Masalan, mana bu gul. Bu gul. Siz buni mana shunaqaligini bilasiz. Buni o'zgartirishga harakat qilmaysiz. Bundan boshqacha gullashini kutmaysiz. Boshqacha bir gullar ochishini yoki boshqacha hid taratishini kutmaysiz. Bunga faqatgina siz suv quyasiz va u o'zini tabiatidek, o'zi ya'ni qanday yaratilgan bo'lsa, xuddi shunday gullaydi, xuddi shunday o'sadi. Ya'ni yoningizdagi insonlar ham, sizni sherigingiz ham sizni qanday bo'lsangiz shundayligingizcha qabul qilayotgan bo'lsa, sizni shartsiz sevib qabul qilayotgan bo'lsa, bilingki, u insonlar sizni sevadi. Ya'ni sizning hech narsangizga qaramaydi. Siz qaysidir bir darajaga erishganmisiz, yo'qmi, bu narsa qiziq bo'lmaydi. Meni nima uchun sevasan deb so'raganingizda, sen yaxshi do'stsan, yaxshi turmush o'rtoqsan yoki sen chiroylisan deb javob bermaydi sizga. Sizga shunchaki aytadiki, seni borliging uchun yaxshi ko'raman. Seni shunchaki bor bo'lganliging uchun yaxshi ko'raman. Ya'ni aslida biz hammamiz mana shunaqa shartsiz borimizcha sevib qabul qilinishimiz kerak. Lekin insonlar bizni qaysidir bir darajada yaxshi ko'radi. Ya'ni bizga sen yaxshi bo'lsang, meni aytganimni qilsang, meni ko'nglimdagidek inson bo'lsang, keyin sevaman deyishadi. Bu o'sha yoshligimizdan, bolaligimizdan bizga o'rgatilgan ota-onamizdan kelayotgan narsalar. Aqlli bo'lganimiz uchun sevishgan, biz yaxshi dars qilganimiz uchun, o'qiganimiz uchun, ovqatimizni yeganimiz uchun, ularni aytganini qilganimiz uchun, ya'ni ularni ramkasiga to'g'ri kelganimiz uchun sevishgan. Mana endi siz yoningizdagi insonlarga hayron bo'lasiz. Sizni sevadi, yaxshi ko'radi, sevaman deb aytadi, lekin uni harakatlariga qarasangiz ikkilanib qolasiz. Ajabo meni sevarmikin? Meni yaxshi ko'rarmikin? Men o'sha qalbida bormikinman? Meni ham o'ylarmikin deb. Lekin so'zlariga qarasangiz sevadi. Sizga yaxshi gapiradi, yaxshi munosabatda bo'ladi, ketma deydi, yonida olib qoladi, ketib qolishingizga qo'ymaydi. Lekin uzilishingizga qo'ymaydi, lekin harakatlariga qarasangiz sizni doim o'zgartirishga harakat qiladi. Sizni doim tanqid qiladi. Sizdan doim kamchilik qidiradi. Bu nima? Bu sevgi emas. Bu shartli sevgi. Meni aytganimdek bo'lsang, keyin men seni sevaman. Ya'ni sizni borligingizcha qabul qilmayapti bu yerda. Borligingizcha qabul ko'rmayapsiz. Aslida biz yaratildik va o'sha xatolarimiz bilan, biz ayblarimiz bilan, hamma narsamiz bilan sevilishga loyiq bo'lgan insonlarmiz aslida. Endi savol, nega insonlar bizni qabul qilmaydi? Nega atrofimiz doim bizni tanqid qiladi, bizni o'zgarishimizni kutadi, bizni borimizcha yaxshi ko'rmaydi? Chunki biz o'zimizni o'zimiz qabul qilmaymiz. Biz o'zimizni so'kamiz qilgan xatolarimiz uchun, qachondir qilgan ayblarimiz uchun, noto'g'ri qilgan narsalarimiz uchun doim o'zimizni so'kkanimizni hisobiga tashqi insonlar sizga shunchaki oyna bo'ladi. Endi o'zingizga savol berib ko'ring. Yoningizdagi sherigingiz sizni mana shu gul kabi boringizcha qabul qilib, boringizcha o'zidan sizga faqat mana shu narsani beryapti-yu, gullashingizga yo'l qo'yyaptimi? Yoki sizdan boshqacha hid taratishingizni, boshqacha gullar ochishingizni, o'zgarishingizni kutyaptimi? Zotan har bir inson takrorlanmas bo'lib yaratilgan. Biz sevgiga mutlaqo so'zsiz loyiqmiz, har qanday holatda ham. O'shaning uchun o'zingizni boringizcha qabul qiling. Chunki o'zingizni siz boringizcha sevib qabul qilganingizdan keyin insonlar sizni qabul qilishni boshlaydi. Ya'ni o'zingizga insonlarning nazari bilan, boshqalarning tarozisi bilan munosabatda bo'lmang. Sizlar bilan ong osti bilan ishlovchi mutaxassis Bahriddinov Olimjon bo'ldi. Salomat bo'ling azizlar.